Yeb qo'yaman. Mantini bir donasini narxi 4000 so'm va bir kunda 2000 ta manti sotilar ekan bu yerda. Hop, shundoq. Bu tomonda Mehrjon yozilgan, o'shani birinchi qavatida joylashgan odamlar juda ham ko'p, navbat qatorasiga va kelinglar bittasini yeb ko'ramiz. Ichida go'sht faqat. Bittasini ochib ko'ramiz. Bu mantini ishonch bilan aytishim mumkinki, qanchadir yo'ldan kelib yeb ketish mumkin bemalol. Ta'miga va puliga, narxiga arziydi. Juda ham shirin va ajoyib. Va yana bir marta manzilni qaytarib o'taman. Detskiy balnitsani shundoq yonida Mehrjonni pastida Manti.uz deb qidirib kelsanglar bo'ladi. Hammaga yoqimli ishtaha. Keyingi manzilimiz qayer bo'lsin, izohlarda yozinglar. Ko'rishamiz.